Assalomu alaykum birodarlar. Mana UzImey bosh ofisi. O'sha yerda hozir shu telefonimda birinchi sim kartasi boshqa odamni jismoniy pasportiga ro'yxatdan o'tkazilgan, ya'ni 2 yil, 3 yil oldin. Telefonimda ikkinchi emaykasi ro'yxatdan o'tkazilmagan edi. Keyin UzImeyda call centerga telefon qilsam, o'sha ikkinchisini o'zingiz pasportingizga o'tkazib bera olamiz agar birinchi jismoniyga o'tgan va muddat o'sha 1 yildan oshgan bo'lsa dedi. Shunga kelgandim, hozir o'tkazib berishdi. O'sha telefonimga o'zi SMS keldi. O'sha SMSga to'lov qilib yuborsam bo'ldi, ikkinchisi ro'yxatdan o'tadi va ishlataveraman. Ikkinchisi odatda iPhone'chilarda ikkinchisi eSIM bo'ladi. O'sha eSIMga ham o'tkazib olib bemalol ishlatsa bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu yerga kelishdi. Chetdan kelgan chetdan kelgan odamning pasportini axtarish shart emas endi yoki qanaqa telefon tashqari chiqib kelish kerak telefon bilan degan narsa shart emas ikkinchisini. Faqat birinchi jismoniy pasportga o'tkazilgan bo'lsa va shu 1 yildan oshgan bo'lsa, ikkinchisini o'tkazib olsa bo'ladi, o'tmagan bo'lsa.